Detox Plus mana bulardan iborat mana. İchida mana pasportlarigacha, mana suvda tiltiruvchi, jigar tozalovchi, buyrak tozalovchi, mana assimilyator oshqozon osti bezidan chiqadigan tabiiy fermentlar, pentakal mana yurak qon tomir sistemasiga, mana kletkalarga energiya beruvchi mana ajoyib mahsulotlar, toksinlarni yog'da eruvchi, suvda eruvchi, zaharlarni tozalaydi. Tasavvur qilinglar, uylar tozalansa, odam qanaqa bo'lib qoladi? Umuman mana uy tozalanganda odamning bag'ri dili ochiladi. Biz tashqaridan tozalanyapmiz. Ustimizni masalan har kuni kechqurun yotishdan oldin dushga kiramiz, cho'milamiz. Bir kunda odamda qanchalik darajada badanidan kirlar chiqadi. Oddiy terisidan. Endi tasavvur qilinglar, 2 mahal, 3 mahal ovqatlanayapmizda, ichimizda qanaqa toksinlar, zaharlar to'planadi. Hammasi albatta bu kasallik keltirib chiqaradi. Shuning uchun sizlarga 3 oyda, 6 oyda bir albatta tozalanib turishlikni tavsiya qilaman.